Febri tomonidan berilgan, sovg'a sifatida berilgan breloklardan boshlaymiz. Voy bu uziydek ekan. Voy. Qaranglar. To'xta, ko'rsating. Qaranglar. Yozib qo'yilgan. Sovg'agan. Orqasida K2 8 terilgan. Ana endi mahsulotlarimizni tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi mahsulotimiz bu Omo seriyadan 3+ детский zubная pasta. Keyingi mahsulotimiz kislorodli pasta 3 karra himoyalovchi pastamiz. Keyingi mahsulotimiz eksport seriyasidan ночной va дневной krem. Дневной kremimizda SPF 50+, ночной kremimizda esa отбеливающий krem. Keyingi mahsulotimizda Leto seriyadan SPF 50+. Keyingi mahsulotimiz eksport seriyadan Biotin, ya'ni krem kraska для волос. Keyingi mahsulotimiz uy tozalash ishlarida kerak bo'ladigan mahsulotimiz sprey для очищения стекол и зеркал.